Assalomu alaykum do'stlar. Word 2019 darslariga xush keldingiz. Oldingi soatlik darsimizda biz Word 2019 ko'rinma yuzi bilan yuzaki bir tonishib chiqqan. Bu soatlik darsimizda bo'lsa, shu ko'rinma yuzi ichidagi home, ya'ni ana ko'znak qismidagi bu qismning iqtidorlari haqida tonishib chiqdi. Men bu iqtidorni sinash uchun bir tekst tayyorlab oldim. Bu tekst, mana shu tekst 4-5 abzasdan tashkil qilgan bir tekst. Bir dal kichik bir mavzusi bor. Qaraydigan bo'lsak, bu tekstning xatlari to'g'ri bo'lgan bilan, lekin shakli benormal, ya'ni fonti yaxshi tanlanmagan, ya'ni Uyg'urchani yaxshi ko'rsatmaydigan bir font tanlab qolgan. Bu fontning ismi mana Arial degan font. Biz dastlabda bu fontni bir Uyg'urchaga moslashtirdik. Uyg'urchaga moslashtirish uchun biz avval kompyuterimizga Uyg'urcha taniydigan fontni qachilib olishimiz kerak. Elkat o'xshash yoki UKIG o'xshash fontlarni. Men bu yerdan kompyuterimga qachilangan bu fontlardan birini tanlab chiqay. Masalan, qaraydigan bo'lsak, Elkatib Gazit. Buni men bu font qachilganligim uchun chiqadi. Agar siz qachilmagan bo'lsangiz, bu font chiqmaydi. Elkatib Gazit to'g'riladim. Mana xatlar normal bo'ldi. Bundan boshqa bu Elkatibni Uyg'ur Soft shirkati ishlab chiqargan fontlar. Undan boshqa Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyati chiqargan UKIG nomidagi fontlar bor. Bu fontlarni tushirish uchun bu videoningki tushundirilishidan bularni tushirish adresini topa olasiz. Tushirib kompyuteringizni qachilib olsangiz bo'ladi. Men o'zim eng amroq font bo'lgan UKIG tuzga to'g'rildim. Tamam. Fontni to'g'rilab oldik. Endi buning cho'ng kichikligini biz tanishib chiqaylik. Normalda 14 bo'lsa yaxshi bo'ldi. Tamam. Xatimiz Uyg'urchaga moslashdi hozir. Font normal, cho'ng kichik normal. Endi bu iqtidorlar bilan tanishib chiqaylik. Yuqoridagi bu ikon qarsak save deydi. Saqlash. Ya'ni buni besib saqlasak bo'ldi biz. Bu qaytish. Kompyuterdagi pushaymonning doğrusu. Mesela ben bu abzasını tanlab o'chirib etdim. O'chirib etib pushaymon qilib qoldim. Hay, bu xato o'chirib soldim deb. Buni bossak qaytib keldi. Bu bo'lsa oldiga, bu bo'lsa orqaga yonadi. Buning qisqa yo'li Ctrl Z. Windows'da, Mac'da bo'lsa Command Z. Tamam. Unda olsa bu qismga kelaylik. Eng avval tanlash. Biz o'zgartiradigan tekstni masalan tanlab olishimiz kerak. Masalan, men bu qismni o'zgartiraman yoki butun hammasini o'zgartiraman deb. Tanlash uchun qanday qilamiz degan vaqtida tanlamoqchi bo'lgan ya'niki qismning eng oldiga yoki eng orqasiga. Men bu abzasni tanlamoqchi. Eng oldiga ekeldim. Bu nur belgini eklab mouse'ninki sol knopkasini besib turib, shunday tassak tanlandi. Yoki orqadan oldiga mouse'ning sol knopkasini besib turib tanlaymiz. Tamam, bunun yeni bir usuli nur belgini bu yerga ekib turib, shiftni, eng orqasiga ekib turib, shiftni besib turib mouse deymi, kechiringlar. Knopka taqdagi shiftni besib turib, oldiga ekilib, mouse'ninki sol knopkasini bir cheksak tanlandi. Tanlagandan keyin masalan bu yerda cut deydi. Kesish. Buni bossak kesildi. Kesilgandan keyin eng orqasiga chaplash. Bu yerda 4 xil chaplash usuli bor. Men buni tanishtiray hozircha. Tamam. Tekstimizning birinchi abzas eng oxirgi abzasga aylandi hozir. Men orqaga yanay Ctrl Z. Tamam. Bu keldi. Copy. Bu abzasni ko'chirdim. Yana eng orqasiga keldim. Bu yerdan chapladim. Chaplashdan bunda chaplash va yoki bu yerga kelib mouse'ning o'ngini besib turib, bu yerdan chaplasak ham bo'ldi. Yoki Ctrl V ni bossak ham bo'ldi. Har xil usullar bor. Bu betim to'shab ketganligi uchun avtomatik bir bet ochilib ketdi. Men bu qismni o'chirib o'tay.
O'chirib etdim. Tamam. Yandım. Tamam. Tekstimni normal ekeldim. Bu qism shu. Qisqa yo'lni bir tushuntirib o'tay. Buning qisqa yo'li, kesishning qisqa yo'li Ctrl X. İşlemaydi o. Mening knopka taxtdan chataq chiqqan Ctrl X. Alma kompyuterda bo'lsa Command X ni bossanglar bo'ldi. Ko'paytirishning bo'lsa Ctrl C. Ko'paytildi. Bu yerga Ctrl V. Chaplandi. Chaplashning. Bu qisqa yo'lni o'rganib olsanglar nihoyatda atlik, ya'ni shaq ishinglar nihoyat tezlashadi. Bu qism bilan tanishib chiqdik. Endi bu ko'znak o'taylik. Men tekstimninki mavzusini o'zgartirib chiqay. Masalan, Al-Katib gizli tom qilay. Cho'ngroq bo'lsin, farqli. Buninki cho'ng kichikligini 16 qilay. Kechiringlar. Tanlamadim. Tanlab 16 qildim. Tamam. Bu 16, tekst 14 bo'ldi. Endi bu abzasni tanladim. Bu yerda B bor. Bu B nima desanglar tom qilgan, bold. Buni o'xshash tom bo'ldi xat. Endi B'ning yanida bir ay bor, yanto ay. İtalikning aysi. Tamam. Bunu besib xat yanto bo'ldi. Buni iqtidorimiz shu. Bu aloqa masalan kitob qilgan vaqtimizda ma'lum bir abzasni boshqa bir abzasni farqlantirmoqchi bo'lsak, mana yanto qilib qo'ysak bo'ldi. Endi 3-abzasni tanlab buni sinayli. Underline dedi. Xatning ostiga chiziq chiqish. Xatning ostiga chiziq chiqdi. Endi bu abzasni tanlab buni bosay. Xatning o'ttiruq chiziq chiqadi. Bu yerda x ning kvadrati bu narsa turdi. Buni tushuntirish uchun bu yerga ayrimlar kelay. Men 10 ning kvadrati, 10 ning 2 darajasini qilib taqay. Masalan, 102 ni yozib olib, 2 ni tanlab bu x ni bassak, mana 102 bo'ldi. Bu shuning ishlaydi. Masalan, ba'zi vaqtlarda, masalan, bu abzasninki masalan, ma'lum bir so'zni, masalan, bu kvant degan so'zni tushuntirish uchun, masalan, kvant degan so'zni ko'chiramiz. Kvant degan so'zni tushuntirish uchun bat ostiga nim qilib, bu yerga bir kichik bir qilib qo'ygan ishimiz bor-ku. Shuni qilish uchun bu yerga birni besib cho'g'lab ketdi. Kechiringlar. Birini tanladim. Tanlab buni qilib qo'ymayman mana. Buni shu navbatga kelgan vaqtida tafsili tushuntirman. Hozir yuzaki bir tushuntirib o'tdim. O'chirib etdim. Asli qilmoqchi bo'lsak, buni tanlasak bo'ldi. Tamam, endi bu qismga keldik. Buni qarasak, masalan, fontning cho'ng kichiklik 16, buni bo'lsa 14. Biz buni 16, buni 18 qilmoqchi deyli. Buni qilish uchun avval buni tanlab, bu yerdan 16 qilib, keyin buni tanlab, buni 18 qilib avorchilik. Buningki qisqa yo'li bo'lsa, buni hammani biroq tanlab bevosita cho'ngaytamiz. Xatim yeni patmadi. Ikkinchi bet ichilib. Qarasak, bu 18 bo'ldi, bu 16. Buni bo'lishi. Buni besib bir kichiltib S6 qaytardik. Bu bir xillam. Masalan, 14 ni 16 ga 16 ni bo'lsa 18 chiqadi. Bu shuning dal aksi. Bu yer qarasak, cho'nga kichik aba. Bu bizning masalan Uyg'urcha yoziqda cho'ng harf, kichik harf degan narsa bo'lmaganligi uchun buni ishlatmaymiz. Agar siz inglizcha yoki turkcha yoziq bir taraf qilib qolsangiz, buni qarasangiz bo'ladi. Masalan, kichik yozilgan harfni bevosita buni tanlab olsak, bevosita cho'ng qilib o'tadi. Shuni qarta o'zingiz tadqiq qilib chiqsangiz bo'ldi. Bular masalan har bir so'zningki bosh harfini cho'ng qilish, bosh harfini kichik, oxirini cho'ng qilish degandek o'zingizlar tadqiq qilib olsanglar bo'ldi. Endi bu yerda yana bir iqtidor bor. Bu iqtidor nima desak, bayatyoq biz qilib chiqdik. Buningki fontini tanishidik, cho'ng kichikligini tanishidik va hokazolar. Bularni tanlab turib, bu ikonni bir bossak, biz qilgan ishning hammasini sıfırlaydi. Ya'ni 0 qiladi. Buni qanday foydasi bor degan vaqtida, ba'zi vaqtida biz boshqa yerdan bir tekst ko'chirib kelamiz, masalan, internetdan
internetin algan şu tekstde, şu tekstning cho'ng kichikligi, tommi inchkimi, qaysi font degan uchurlarni, ya'ni shuning formatini bevosita Word tonuydi buni. Bevosita akirib ishimizni qalaymiqon qiladi. Shu vaqtida biz shuni tanlab turib, bu ikonni bir besib etsak, hamma sıfırlanib işimiz qolaylashadi. Bu shuni ishlatamiz. Bu ikkisini atlab o'tib turay hozircha. Bu qism men orqa yanay. Bu nima desanglar, masalan buni tanladim. Bu yoqda Word bizga tayyor qilib bergan har xil xatninki shakllari bor. Buni o'zimiz xohlagan holatda qilib chiqsak bo'ldi. Masalan buni tanlab boqayman. Tanladim. Mana bundoq. Bu ham bu nimani tonuydi. Masalan bu tekstni tonuydi masalan. Baqili. Ozroq soy berib qo'ydi xatga. Bir xil shu nimadan ko'pib chiqqandek holatga, qapartma olgandek holatga kelib qo'ydi. Yana bu yana o'zinglar tadqiq qilib chiqsanglar bo'ldi. Bu sirtli xatninki. Masalan buni normal holatga kelib, masalan qizil cho'risiga qizilni berib qo'ydim. Outline. O'zinglar tadqiq qilib chiqsanglar bo'ldi. Buni outline deydi. Bu shu. Undan boshqa bu qism xatninki ostining rangi. Sariq. Bu shu. Masalan men buni sıfırlab, hamma nimasini yo'q qilib etib, El-Katib Gazet tom 14-16 qildim. Bu xatning ostining rangini qora qilay. Hozir xatni qora, ostini qora bo'lganligi uchun ko'rinmadi. Endi buni yeni qarasak, xatning rangi bor. Xatni oq qilay. Bu shu. Bugungi darsimiz mushakkalchi bo'lsin. Kelarki sonlik darsda bu iqtidorlarni tunishtirib chiqaman. Ko'pchilik ko'pdan ko'p rahmat. Kelarki darsimizni ko'rishaylik. Aman bo'ling.